Zubuyda hakkında Kaplanbaş Linçong Güldar Şayık Lucuşinni setibattı mı? Yani Linçong Lucuşinga yüzsüzlük kıldı mı? Hem de menin zopinin kögellen ben bugün bir yer Lucuşin Linçong'u setibattı mı diyen gapni anlığandan kella en xil gumani nazarda olduğunu şuna mı? Yani bu Linçong üzünün ağıçısını ayağını setibatqa yada bu yeni tunuşkan biraderi Lucuşinimi setibat tamamen mümkün dep oyladılar. Undaqda bu eserdeki Lucuşinning Linçong'u bo'lgan birodarlik, og'indachilik, mehrdan bir qarab baqaylik. Eng dastlab bu ish kishilik ko'ktasarlikda bir urushib tunishib qolgandan keyin maychidu bu yerda Govyani Linçong'u xotini cheqilgandan keyin Lucuşin darhol kaltak to'qmoqlarini elib aparman chaparmanlarni boshlab bunun yardım belki uruş kıldı şuna mı? Ondan kimi bu Linçong'un gemini üzerinin gemi dep bildi. Kim Linçong qarılınıp gündükan yatqandı mı? Bu yerde Lucuşin bir pul mal jaylap aqış qılamdı nemliqsaq bir amal qılıp Limmeş qavulunu qutquzbalı dep yeni amal qılıp paypatak bo'lib yürüydü. Endi bu yer bu iş axmıgandan keyin Linçong Sangju aymığı palanğan vaqtda yeni sürüştürüp yürüp dep Linçong'un kayından kelip eliq ormanlıqda Linçong'un hayatını qutquzub qaldı. Filmning uçup ketmesi için bir naqs yürek bir ötüp davamını anlan. Şu qutquzbagan vaqtımı bu yer Lucuşin bu Linçong'un kelip putidiki yara bağlap qo'ygan qarab açıldı aval maaşkisini öldürüp atay onundaki ne görüşünü meseletlişliydi. Lekin Linçong bu yer unmaydı. Şu yer gibi qarsanlar bu işkisini öldürüp atsak ne görmeyiz. Qaraqçılar ketilip ketsem bo'lmas deydi. Şunun bilan Lucuşin bir turk deyip vaqti herkes qaraqçılar ketilip ketsek hechnim bo'lmaydi deydi. Lekin Linçong'un chiroyi qarab bu gaplar sizlar yeni Sangju aymığı barma demoqchimi degan ma'qul. Ems mesela uzduk edip yeni yol boyu qo'g'dab shu yerga bardi. Endi Sangju menish jarayonida her meyxonaga kirib taz mey ichib tamoq yeb o'ltagan vaqtning o'zida Eliq ikki yoy so'raydi. Voy hazrat bir kalam, o'zlari qaysi ibodatxonada roib qiladi? Nima demoqchi? Men berib gavchuq chaqaydi o'tamsa, boshqa odam qo'rqsin. Mening gavchuqdan qo'rqib deb o'ylab qoldingmi? Hozir buldigan bo'lsa uni 300 gürzman sigizatdim deb tillaydi. Shunami? Qaranglar, ma gapni Linçong gas emas. Linçong'u anladı. Unisi Linçong amal tutib baqqan adam. Bu yer Lucuşin basa poqbalab qaldığını, bunu chuqum surishti qilib Lucuşinni tutadiganini bildi. Lekin Lucuşin shar nim deb yo'l saldi. Voy inim, siz bağgandan keyin mening og'chamga an deb qo'ying, qiynatamga man deb qo'ying deb yana boshqa ketmay aşağı basun deganda qilib mushundaq nasihat qilyapti. Hargizmi Lucuşin bu yerda hayotimni qutqizib qoldingiz, endi basingiz aningdek balo qilishingiz mumkin, biraya ketamsizmi deb baqmadi. Endi mushundan keyin Linçong'ni arg'ida so'rab manganda qarsang, Linçong bir gachilib oldi qarsanglar. Bu Lucuşin bu yerda buni tillamdi, ishtirib mandan hech nim demaydi. Lekin Lucuşin xo'shlish ming shig'la bu yerda Linçong va bo'ldi putumni yarsa qaydan düzen manga dedim. Taqaqni sep qo'ysa xo'ptike Sangju g'oz qoldi. Voy mayli yoy baglarim deb yeni ma'qul deydi kulib turib. Qaranglar, al Lucuşin ba vaqtda Linçong qoidaga bo'ysunmay riayat o'ltasa buning gunohi Lucuşin qilmadi. Endi Lucuşin bo'g'ashqash mashtaq qildi deydi. Endi Lucuşin ketgandan keyin yeni qoida qilib qilsa yüzünün boynuga atıldıgan gap maguna. Şunun için ma qizg'anchiq Linçong Lucuşin ketib bo'g'icha, voy bo'ldi uzanmag'ay taqaqni sep qo'ysin mana deb turib turibdi. Qaranglar, bu 2 oy yo'lda kayakchilik Linçong urib, tillab, döshkirlab keldi. Eliq putini qaynoq suvga esib ko'ydiryapti. Oxirida hatto o'ltamoqchi bo'ldi. Shunda qilgan odamlarga nima uchun bu yeni yaxshicha qildi? Nima uchun kulib turib voy baglarim u bu deb yeni mushundaq gap qildi. Sizlar bo'lsanglar shundaq qilamtinglar. Endi Sangju diyarmakimsiz berib bo'lgandan keyin shunun layliq 2 oyda va Limmeş qavul o'zurg'u bu yergan kivalla, lekin bu ishimiz berib gavamirga qanday javob aytamiz desa, sizlar mishad Linçong ishkisiga nim deb gap o'gatdi. Mash ishkisiga nim demasa, bu qo'rqmay baramdi shu gavchuning oldiga. Mani o'ylab biqamiz. Endi bundan keyin kishilar qarab baqaylar, qarliq cho'qqida Luyi xon emas, Luchenni. Maqla shu Luchenni qatorliqlarni o'ldirib atgandan keyin Linçong Liangshan chiqib ketdi. Lekin Linçong Liangshan chiqib bo'lgandan keyin Lucuşinni bir qatim izdirgini qilib baqdimi? Ya bir telefordimi, ya undidar gap qildimi, ya badimi bu yerga? O'ylab baqinglar, shu vaqtning o'zida bundaq aloqalı qoral bo'lmagan bilanmi? Shu vaqtning o'ziga yarasha bir aloqa vositasi bor. Shunaqa. Endi bu Lucuşinga buning shafqatchisi, jinni qutqizib qolgan yaqin birodari buning uchun jon ko'ydirib atgan.
aşındaq tursa nima uchun bu Linchong bir haqiqatan buni izlerigini qilib qo'ymaydi? Acaba buningmi o'zining po'q balasiga ketganini uqmasmi? Shuning uchun qarsaqmi Lujishimi eng oxirida ma Wusong Yangjila bilan yana bu yer Wusong bilan Songjangning munosabati nihoyat yaxshi o'g'ashqa, shuning bilan birga Liangshanga chiqyotdi. Shu chiqqan vaqtga ko'rinishkim qarab bakmanglar, voy ma shafaatini kipti deb oldiga berib quchoqlab ko'rish emas. Kayinda bundoq turib yaparda Songjangning kayinda Lujishin voy ag'a deb oldiga chiqqandan keyin anonikin chiqyotdi. Udan qarab bakinglar. Endi hayotini qutqizib olgan jon jigar og'iniga mushundaq muomala qilamiz ba. Sizlar degan mardlik, o'g'ilvaldachilik, birodarlik mushundaq bo'landa, undaqda oxirgi savol nima uchun hammamiz bu Lujishni nihoyat yoqtiramiz? Sizmi yoqtiramsiz? Pingling chunki baramat. Mushundaq do'yindagi bir e'lon tashviqot ishlari bilan mahsulot yoki mulozimat bo'lsin, bir hamkorlashni xohlaydigan do'stlar, men siz shin qilsanglar yoki unidarimni qilib gap qilsanglar bo'ldi. Film yoqtirgan do'stlar meni qo'shib olishni unutmanglar. Rahmat.